Assalomu alaykum, shirin baliq yo'llari. Mana. Ana yetib keldi. Pök. Tog'ani pökini baliq tortib yuribdi. Mana. O'z bilmagan holatda. Mana. Kattami? Mana. Mana 28-iyulda baliq pök topib qochyapti edi. Yosan soyli akalardan. Normalmi? 9 kilo. Yo'qmi? Rekord 9 kilo ushar. Voy azama. 9 kilo ushadi. Amurmi? Karp. Sekin shoshilish yo'q. Jicha shoma ana qara havo beraylik. Shoshilma. Jo'rabek aka, Hapomes aka. Koson soliylar qildi baribir. Pastga kirib ketdilar, keldi. Havo yutqizib, shoshilma olaylik. Chiqarmay, havo yutaversa. Pastga kirib olyapti. Siz tushing pastga endi. Yana keldi. 9 kilo. 9 kilo katta. Kurchok bitta? Keldi, opa. 9 kilo. Ashti yuribdi. Teg o'ta. Endi charchatarsan. Shu yonini oldiga tushib. Ha, o'zi nima hayolda turibdi unaqa demetriylar. Yomon pök topib qochdi sekin. Mana aylantirib. Endi bor. Aniqlayman. Ketdimi? Kirdi. Haga ketadi. Bekor qildinglar-da. Bekor qildinglar-da. Ketdi dedim, boshqacha bo'ldi-da. Yo'q, hali aniq emas-ki qancha kishi. Ha, endi. Katta. Jo'rabek akaga tilalarni aytib qo'ydim o'sha. Rekord azama. Yo'q, sazan. Mana shirin baliq yo'llar a'zosi mana. Bu 7-6 kilo. Mana qa ularmikin, maqdamiki. To'xtay, mashina ko'tarib. Mashina ko'tarib turasizmi, yo'lni keyin aqib boramiz baribir. Ketdik. Mana akalar yetib keldi. Chiqaringlar, umuman chiqarasizlar endi. Xafa bo'lish yo'q. Ko'rsatuvdan xafa bo'lmanglar. Kresloni urishib. Endi qalmoq urishadi, qalmoq. Sizlar zontik deydi-yu. Zontik oling deb turdi. Mashinani ko'rasizmi? Bo'lmasa ketardi. Tikib qo'yibdi bu. Yechib olgan ekanda nimasini? Ilmog'i yechgan ekan. Ilmog'i o'tkazib olgan ekan bu yerda. Ilmog'i yo'qmi hozir? Haj bilan kesaverib shu aka. Yo'q, chiqib ketdi-da o'sha. Baradozini olinglar, bo'ldi. Qoching. O'zingiz oling nima? Yo'q, o'sha bu yoqdan o'tkazib oldi-da. Taroziga qo'ying, hozir. Taroziga qo'yib, sizni familiya ismingizni 4 kilo 700. 4 kilo 700. Sap bo'ladi. ko'taring endi. Og'zidan haligi o'zingiz nima qilib ko'rsating. Og'zidan bunday qo'lingizni tiqib, yo'q, qo'lingizni. Ha, ashakka tiqib. Ko'taring, baliqni ko'taring. Ha. Gapirib qo'yarkan endi bir nima deysiz endi? Mana baliqga kelinglar, baliq yaxshi ekan. Natija yomon emas ama. Mana yerdan sekin tushib qo'yib yuborasiz. Mana pastga. Yo'q, sen ko'tar. 700 chiqdimi? 400 chiqdi. Mana. Sekin ash pastga olib tushirmay qo'yaver.
Tashlab olsang, yara bo'ladi bola. Men sekimda. Mana akalar. 200 gram o'tib ketdi. Oz ketadi. Sazan. Diqqat! Konkurs davom etmoqda. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi sovrini uchun o'tkazilayotgan musobaqamizga ro'yxatga olish davom etmoqda. Shoshiling. Bu shunchaki gap emas. Hali bunaqasi rostdan bo'lmagan. Siz ham eng mahoratli ovchilar safida bo'ling. G'olib bo'ling va qimmatbaho sovg'alarga ega bo'ling. Siz bilan nasib etsa 8-dekabrda ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Ko'p savollar bo'lyapti kommentariyalarda. Lokatsiya tashab qo'yinglar deyilyapti. Hozir shu turgan mana shu hozir yozayotgan, gapirayotgan joyning chap tomoniga Telegram gruppamizni joylaymiz. Kichikcha ovchilarimiz degan sulkani terib yozsanglar, Telegram gruppamizga qo'shilasizlar. Zaifga keladi, biz qo'shib qo'yamiz. Shu gruppamiz ichida hamma savollaringizga javoblar bor. Bemalol ovchilar bor, vodiy bo'yicha salkam 2000 ta obunachimiz bor. Qanaqa xo'rak nima bo'lyapti, hamma muhokamalarda ishtirok etsanglar bo'ladi. Yana bir marta aytaman, mana shu chap tomonda hozir joylaymiz. Kichikcha ovchilarimiz degan silkani terilsa, bizga zaifga keladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi quyidagi baliq mahsulotlarini tadbirkorlarga taklif qiladi. Sazan, tostrolov, ilonboshi, amur va boshqa baliqlar, tozalangan, muzlatilgan va dudlangan holatdagi baliq mahsulotlari. Narxlar hamyonbop.